Mana bu yerga e'tibor berdim. Mana bu zina ekan. Mana shunday tushib, demak bu yerda yer osti saroyi bo'lganmi yoki sag'ana bo'lganmi? Menimcha yer osti shu qabrlarga olib boradigan sag'ana bo'lgan bo'lsa kerak. Bu yer o'zi hammasi qabriston bo'lgan shekilli. Mana bunday haykallar bor. Milodiy 2-asrga doir Sfinks haykali ekan. Sfinks haykali. Qabr tosh devorlaridagi haykallar. Bu teatr aktyorini haykali ekan. Juda qadimiy devor. 2000 yillik tarixga ega bo'lgan devorlarda bular. Mana bu devorlarda, toshlarda ham qadimgi rimliklarda yozuv saqlanib qo'yapti. Yunon va Rim yozuvlari, adashmasam bular. Demak, Yunonlarda madaniyat ekan. To'g'ri adashmagan ekanman. Bu Yunon yozuvlari ekan. E'tibor bering mana. Hozirgi kunda ham Gretsiyada bu yozuvdan qo'llaniladi. Yunonlarda Vizantiyadagi vakillarini, ajdodlarini haykallar. Bu devorlarda, qal'a devorlaridagi haykal tasvirlari bular. Mana haqiqiy italyanlar yuribdi bu yerda. Ularda ajdodlari hisoblanadi bular. İtalyan tilida gaplashishyapti. Bu devorlarga bunaqa yozuvlar, esdalik yozib ketishgan bilmayman, nechinchi asrga doir. Rum ayolining haykali, bu Rum askarlarining haykali. Denizli shahriga kelsangiz, albatta Pamukkalaga kelinglar. Pamukkala to'g'ri $30 to'lab kirasiz, lekin o'sha $30 ga arziydigan juda katta tarixiy narsalarni ko'rib ketasiz. Xuddi men qadimgi Yunonistonga va qadimgi Rimga borgandek his qildim o'zimni. O'sha davr, qarang. Mana bu toshlar kun issiq bo'lsa, xonani ichini salqin tutar ekan. Xuddi bir konditsioner ishlayotgandek salqin tutar ekan. Atrofga qaradim, biror joyda sovutgich yo'q. Lekin bu xonaning ichi salqin. Tarixga 1,5 ming yillik tarixga borib kelgandek bo'ldim. Insoniyat mana shunday tarixni ham ko'rgan. Barchaga, bizni ko'rib turganlarga Turkiyaga kelganda albatta Denizli shahridagi mana shu Pamukkala qal'asiga kelib, osmon ostidagi ochiq muzeyga kelib ketishlaring tavsiya qilaman. Hech pulingizga ham, vaqtingizga ham achinmaysiz. Men to'g'risi bu yerdan endi ketkim kelmayapti. Shunaqa bir tarixni yaxshi ko'rganligim sababli tarixning ichiga kirib ketdim. Mana bu haykallarni qarang. O'sha davr sultonlari, podshohlarning haykallari, hammalari hozir o'tib ketishgan. Dunyoda hech kim abadiy hukmdor bo'lib qola olmaydi ekan. Tarix bizga o'tmishdan to'g'ri xulosa chiqarishni o'rgatadi.